Qaranglar, mana buni qaranglar. Yangi model 2026 ni. Chiroyliligini qaranglar, go'zalligini qaranglar. Hop, Winglerdan 2026 yangilangan versiya. Bu yerdacha qaranglar, ikkita o'zgarishi bo'lyapti. Aksessuarda qimmat aksessuar qo'yilyapti. Birinchisi mana bu oldi. Rostdan ham eshikni ochadigan ruchkada, mana Mamatda ligrovkalarni ruchkada. Bularni o'chib ketmaydigan toza latum bo'ladi. Hop, двойное стекло, litrni aytib o'taman, litrni aytmayman. 60 litr bo'ladi, akalar. Ikkita to'rtburchak, mana bunaqa to'rtburchak listidan ikkita chiqadi o'zida. 20 tadan oshiq somsa bemalol ketadi. Garantiya rasmiy 5 yil bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab servis sentri bor. Bitta domalon listi bo'ladi. Yana boshqa duxovkalardan buni farqi, akalar qaranglar. Ikkita yoni, tepa pasti, mana orqasi bor, polni stiklovati qilingan. Listi mana shunaqa salaskada yuradi. Mana bunaqa ikkita temirchani orasida yuradi. Spiralli M obraz bo'ladi, bir xil pishiradi. Kanaleksiya muksa, bu yerda podsvetkalargacha ham bor. Lekin sifat narsa, ishonavringlar, Itimat zavod bo'ladi. Zapchas Itimat zavoddan keladi Turkiyadan. Bizda O'zbekistonda yig'iladi. Narxi $120. Kerak bo'lsa zakaz ko'rasizlar yoki bizning o'zimiz do'kon Abu Sahiy Esonov do'koniga kelib bemalol xarid qilsangiz ham bo'ladi. Qiziq bo'lsa, profili raqamlar bor.